Assalomu alaykum. Nima qilgan oyog'ingizga? Avariyadan? 2019 avariya bo'ladi. Shunchaki muhlanib o'tdim o'zi. Bir oycha bo'lyapti chiqayotganim. Ikkita shariklarim parchalanib ketgan. Mana ikkita tizam, oyoq orqa bozor yo'qotib tashlagan. Bizlar inshaalloh baxtli taqdim etgan. Ismingiz nima? Baxtiyor. Baxtiyor aka, o'g'illaringiz yo'q? Yo'q. Bolam bo'lmadi. Hozir necha yoshsiz? Men 65. Zamonam oyog'im shishib ketadi. Bunaqa o'tirishim mumkin emas, vrachlar mumkin emas degan. Agar o'lmasangiz, mana shu ozgina 100 ming so'm pul borda. Universitet kilo tashladi. Rahim shishib yerdan yertonidan neden zulmatda qiyomatga turib buradan qo'llar o'zini o'ylaydigan. İnşallah baxtli taqdim etsin inshaalloh. Allohu akbar. Men aytaman, senaqa bitta o'g'lim bo'lganda, o'g'llarim ham yo'q. Qizlaringiz ham umuman yo'q. Yo'q. Mayli, hammasi Allohdan-da. Shunaqa dardni bandasiga deyapman-ku. Bu yerda mana hozir sen yurtdani mana. Alloh to'xtatdi. Yurgan paytida Alloh odamlar Allohga eslamaydi. Xuddi mana shunaqa ahvolga tushib qolganda dod Allohim devoradi. Qiynalgan. Rahmat. Yana ko'rib qolsam yordam berib ketaman. Charchamang.